Assalomu alaykum qirollik o'zikirmanlar. Mush vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan manlarga salom yo'llayman. Har hafta institutimiz mudiri, shundoq Jiddiy universitet adabiyot fakulteti tarix o'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram muallim bilan tushib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizga xush keldinglar. Muallim xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Ezikirmanlar, mush ayninki, ya'ni 18 kuni Amerikaninki Oqsaroyda Amerika prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Zelenskiy ve Avrupa İttifakı'nın en küçük rehberleri bir görüştü. Yani dünya gün tartibinin en kızık muhtarlarından biri Muşu desek bunu. Çünkü Rusya, Ukrayna uğraşı da almış 3 yıl oldu. Muşu uğraşının en halkılık peytirden birisi desek mi buldu dep qarayman. Hemen ma'lumki muşu yılınki 28. fevral günü Zelenskiy bilan Donald Trump Oqsaroyga kurashgan edi. Bu kurashda Donald Trumpninki Zelenskiy qilgan bu xo'rlagandek muomalasi butun dunyoning inkosini qo'zg'agan shundoqla diplomatik nuqtadan nazokatsizlik va ustunsizlik ve hürmetsizlik de terplengen idi. Ama ardından bir neçe ötkendiği için bu yığının dairesi kengayip Avrupa İttifakı'na koşulgan buldu. Emniyette bu bir çoğun özgürlükte karsak oldu. Malum işeden başlasak bir neçe ay burun teki Donald Trump Zelenskiy'nin ayeti bir kopal ve köz yılmazlık nezir bilen yaki horluğandaki muamıklığı nimi özgerdi Muşu neçe ay içinde Donald Trump pozisyonu özgertip dostane muamıklaşığa başladı. Yığınınki arka planda nimba misalga Trump ile Zelenskiy arasında qanda bir məxfi görüşüşler var, nimi gaplarını dedi ya ki Trump ile Putin arasında biz göremigen nəslə var mı yok mu ona kayırıp koyuyor hem de. Muşu matbuatta çıkan haberlerge karsak muşu Putin'ge malum bir toprakını birip mevcut bolgan muşu Ukrayna'na qoğdap qilishda kelishgan bo'lish kerak. Ikkinchidan bu bu Zelenskiyninki Ukraynani qo'g'dab qilish uchun bularga bir xavfsizlik chetdan bir kapolat berish. Uchinchisi shu qurol setib berish shu Ukraynaga. Amerikadan aldığan qurollar bo'lsa, Yevropa Birligi pul to'laydigan qilib Mujna bir kilişim hem de. Hem de bu kilişimge Putin başta anda digen boldu. Yani buludu men körüşey bu meseleni hal kılaylı edepcan. Ama bu Rusya'nın ki Taşkı İşler Ministri Lavrov'un ki digine hem de eğer de bu Ukrayna'ya kapalet birdiğen bolsa xavfsizlik cette biz mi aralışmız? Biz aralışmagan bir kapalet bulamaydı. Biz mi Ukrayna'ya bir aleymiz dep. Ondan keyin Trump'ma telefonda Putin bilan görüşken oldu ama u yerda bir müsbet bir netice çıkmagan bo'lishi kerak. Shunga hozir Trump'ma o günküdek bekma kızgın emas bu ish qilchi. Şu Yevropalıklarının ki işike şu Yevropalıklar taşlap bireyli Yevropalıklar özel kısım digendek bir pozisyaya kelgendek kılıp onunla yani bir neçik gün vakit berip eğer de muş iş yap geçe bu iş hal olmasa bunundaki benim çattığım yok digendek ya ki naydı iğir cezalandırış Rusya'ya cezalandırış buludu digendek yapını davadıdı. Yani Muşu Putin bilan Trump'nınki görüşüşten evvelki noktaga kelib qolgan gapda hamda. Vaqtida shundaq degan, ya'ni muşu kunlarning ichida hal bo'lmasa ig'ir jazo berman deb. Hozir kunlar o'tib ketdi, ya'ni o'xshash bir nuqtaga kelgan bo'ldi. Demakki, bizning bilmaydigan ba'zi masalalar bor, ya'ni bular maxfiy yurityotgan. Malum bu da bu Avrupa İttifakı'nın en çoğun devletleri katlaşkan buldu bu kıtım yığında. Bu sizce bula hakikaten bu Avrupa İttifakı'nınki bexatarlik meselesini köz tutup katlaşkan buldu mu ya ki Ukrayna'nınki yalğız emas ikene.
Ukraynanın yanında Avrupa İttifaqının bay ekanligini, Rossiyaga cho'qim shu Ukrainanın yendi ekanligini, ko'k suqish ekanligi iborat bir maqsad yaratamiz sizcha? Bu maqsadlarma bor. Bu tarix jihatdan deydigan bo'lsak, Rossiya bilan Yevropa arasındaki jidallar, ya'ni yangi emas, necha yuz yillik bir jidal tarixi bormidi. Shuningga bu Rossiyaga taqabul turish, Yevropa davlatlarini qo'g'dab qilish, bu Yevropa davlatlarinin yoki Yevropa Birligininki vazifasi deb buni ko'rdi. Ya'ni Ukrainani qanchalik qo'g'day olsa, mushu nimaga Rossiyaga shunchalik taqabul tura oladiganligini o'ylayotdi. Shuningga bu en boshda, ya'ni bu Biden hukumati vaqtida Yevropa Birligi bilan Amerika bir moslashgan bir xil ittifoq qurgan demdi. Hozir hamda Trump o Biden siyasetini ben ilip olmayman degandan keyin bu Yevropa hozir bu Trump bilan yana bu talash tortish muzokara qilyapti demdi. Maqsadi hamda shu Yevropa Birligi shu nimani Ukrainani Ruslarga bermaslik. Ama bu matbuotlarga chiqqan xabarlar qaragan chog'da Putin shu Ukrainanın sharq rayonlarini, Donbas rayonini qo'lga tushamoqchi. Hamda Ukrainanınki sanayilashgan va shundaqla yer osti boyliqlar shu ko'parak shu Ukrainanın sharq rayonlarida. Shuningga Ukrainanın g'arb taraflarida boyliqlar bor, ammo tirikchilikning eng ko'p tarafi shu Donbas tarafda. Xitoy shu Ukrainadan nurg'un to'proqlarni kiroga olgan. Ya'ni açlık terimiz deb. Shuningga bu bir qism to'proq ketib qolsa, Ukraina uchun bir cho'ng bir ziyon bo'ladi. Hozirgi Ukraina hukumati bilan Trumpning orasındagi kelishim bor. Maden hakkındaki kelishim. Onunki bir kısmı bu Donbas rayonunda kalırdı. Şununla bu imkan boğuca şu Rusya'nın hazır işgal kılgan rayonunu Rusya'ya berip kalğınını qoğdap kalaylı deb Avrupa Birliği bununla tırışıvatıdı. Ama Putin'den işençilik yaki inik uçuq bir qo'llashni qo'lga tushirolmayotdi. Trump o'zgarib turibdi. Shuningga Yevropa Birligi uchun hozir bek qiyin. Chunki ham pul jihatdan, ham qurol jihatdan uni qo'g'dashga to'g'ri keldi. Hamda Rossiyaga taqabul turish va Rus tarafining deganidek Ukrainaga yardım qilganlar hammasi Rossiyaning dushmani bo'ladi degandek, Yevropa Birligi shu Rusya bilan dushman bo'lishda bir ansirashlar bor. Yevropa Birligining ichida o'xshash ovozlar yo'q, hamda farqli ovozlar bor. Shuningga Yevropa Birligi bu masalalarda, bu masala haqida biroz qiynalanyapti hamda. Mana shu nuqtadan chiqish qilsak, endi bu Rossiya Yevropa Ittifoqiga tehdit, bexatarlik tehdit qilayotganligi aniq. Mush fursatdan payında belki Avrupa İttifaqının özünün bexatarligini qaytadan bir o'ylashib, yenidan bir sistema qurish imkoniyati bormi? Chunki Avrupa İttifaqının qurilish maqsadi xuddi o'zining bir iqtisodiyotning gullanib, shundaqla bir bexatarlik jihatdan tushunishdak bir maqsad bordek biletdi men hamda. Sizcha shuni bir krizisni fursat deb bilib, o'zini qayta bir o'ngishvelishdan iborat açlık qılamını qılmamı sizce? Aslında planları var. Mesela NATO'nu Avrupalaştırış. Yani Avrupa'nınki bir güçlü bir armiya olsun. Birlikte devletler birlikte bir her bir küçük kuraylı. Bununki pulunu birlikte hesaplap ortaklaşayla devam ediyor. Hem de iktisat cihatta Avrupa Birliği'ninki şu ichki ishlab chiqarish qimmatiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xitoydan biroz chiqaroq, Amerikadan biroz tuvan.
Hazır Avrupa'nınki iqtisadımı burunqidek yaxşı emas hamda. Çünkü bu harbiy kuchini qo'llash uchun kuchlik bir iqtisodiy kuch bo'lishi lozim. Avrupa hem bu bu yüksek teknoloji cihette bu sunni akıl cihette biraz kendi kılvatıdır. Yani bir Xitayga karta bir Amerika karta biraz aciz kılvatıdır. Şununla Avrupa özünün iktisadını güçlendiriş için bir yenilik yaratish lazım, bir reform yaratish lazım da ıslahat. Bunu kılalamdı, kılamamdı nurg'un odamlar gumon qilyotidi. Chunki hozirgi Avrupa Birligi qiyirib qolgan bir boy odamlarga o'xshash, yenilik yaratamaydigan, intilamaydigan, shuningga iqtisodni mushu mavjud holini qo'g'dab qilishmi bir cho'ng gap bo'lganligini da'vatidi. Ama Avrupa Birligi'nin ichida boshqa bir ovoz mı var? Muşu Japonya, Xitay, Hindistan, muşu devletler bilen hemkarlık kılış bile birlikte bu iktisadını, ticaretini bir güçlendirsek. Yani iktisat gücümüzünü qo'g'dab qalsak. Onundan keyin bu hozirgi zamonaviy texnologiyaga jiqroq mablag' solsak. Bunu qilalishi uchun yani nurg'un ish ketadi. Misoliga en başta ma'rifdan boshlash lazım hem de. Pul iqtisodlikdan boshlash lazım. Fikir, akıl, ideya birlikka kelish lazım. Buna Avrupa Birliği qilolmayapti. Shuningga bu haqda biraz gumonli mutaxassislarning gumonlari bor, ama Avrupa Birliği'nin ajnasiz degandek güçlenishning bir niyeti bor. Çünkü Avrupa Birliği iqtisod jihatdan, harbiy jihatdan kuchlansa, Rusya bularga Avrupa Birliği'ge heyvi göstermeydi. Yani diveleyemeydi hem de. Şununla özünü başta güçlendiriş lazım ki Ukrayna'nı qo'g'dayolsin. Ukrayna taraf davatudu biz bir urushni to'xtatishimiz qat'iy. Agar Rossiya bilan bo'lgan bo'lsa, urushni qat'iy to'xtatamiz degan gapni qotidi, ammo keyingi mezgillarda bu Amerika yoki Trump Putin bilan kurashgandan keyin keng doiralik bir tinchlik kelishimi tuzish deyotidi. Ben bu ishga so'tishki farqni to'q tushunmadim ma'lum. Siz bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Her iki devlet bu jangda yirib kaldı. İktisat gücünü tüketti. İnsan gücünü mü tüketti. Hazır ölgen askerlerinin sanını bilmeyimiz ama her iki taraftan nurgun askerler tüket oldu. Hem de Rusya'ya misalga Xitay deymiz, Şimal Kore deymiz. Şu insan gücü yani her bir güçge qo'shilalaydi, yardım qilalaydi, ama Ukrayna'nınki harbiy kuchi tugayotdi da. Çünkü Ukraynaga yardım qildigan xil devletden kelgan shunday urushchilar bunun soni azaldı. Shuningga her iki taraf shu jangni to'xtatayli da'vatidi, ama her iki tarafniki talablari o'xshamaydi tabii. Hem de bunda bir paytda müzakerede kozurni oynalish uchun hazır şu iki taraf en ahırkı gücünü işiltiyotidir. Çünkü o üstelge çıkan vaxtida müzakere kılıp talaşlar çıkan çağda koludaki kozurni güçlendiriş için sahada yani uruş meydanda nurgun nazını kazanış lazım. Bulup mu Rusya teximi çıkarak Ukrayna topraklarını ağan takdirde ben ip olgan toprağına ben hazır bəmeyme diyeleydi. Ama az ip kalsa ya da müzakere kılgan vaxtida biraz ters bu kalıdı. Şununla hazır şu her iki taraf birbirine karşı bir ahırkı uruşunu kılıvadıdı. En başta aslında şu Ukrayna Rusya'ya karşı çıkış tersti. Çünkü Rusya bu dünyanın ikinci harbiy gücü. Ukrayna 22. harbiy gücü. Başta iniqti, yani Ukrayna futurdu da. Fakat Ukrayna'nı Avrupa Birliği ve Biden hükümeti
qo'llab turg'ashqa, NATO qo'llab turg'ashqa ya bevosita ya da boshqa shaklda qo'llashga mushkungacha keladi. Shuningga Ukraina uchunmi hozir bek tez kunda hozir. Chunki Trumpning gibi aniq emas. Yevropa Birligininki ahvoli degandek undaq kuchli emas. Shuningga bunda paytda hamma to'proqni tatqiz qo'yg'icha mavjud to'proqni qo'g'dab qolay deb Ukraina shunday bir o'yga kelgan bo'lsa kerak. Shuning har ikki taraf bo'ldi, o'sha jangni to'xtataylik deydi. Ama Trump deydi, jangni to'xtashga bir gap deydi, ama tinchlik kelishimga imzo qilaylik deydi. Chunki o'tgangi programlarda dedik, bu jang boshlagan jangni to'xtatish, ya'ni o'q etishni to'xtatish. Ama jang to'xtamadi degan gapda, hamda urush to'xtamadi degan gap. Hozir bu urushni to'xtatish uchun tinchlik kelishimga imzo qilishga to'g'ri keldi. Trump ashuni istayotdi. Hozir hamda Putin tarafda tehi bu shu tinchlik kelishim qilish jihatda tehi aniq bir javobni bermayotdi. Demakki, men degandek o'ylari bo'lishi mumkin, manfaat o'ylari. Shuning hozir bu bir-biriga qarshi taqabul turishninki bir ahvolda hozir. Ya her ikki tarafga yangi bir qurol, yangi bir harbiy kuch kelish lozim. Yoki yangi bir biz bilmaydigan yangi bir qurolni ijod qilish lozim. Hozirgi bu tirkishishninki tamponligini buzalish uchun. Hozir undan narsa ko'rinmagachgandi. Asosan shu yine muzokara yo'li bilan, siyosiy dialog yo'li bilan hal qilaylik degan ahvolga tushib qoldi hamda. Men davomli kuzatib kelyapman, bu davomli Rossiya bilan bo'lgan shunday ko'rishishlardagi undan keyingi bu taraf o'zgarishlarda har vaqt Amerika tarafidan, Yevropa ittifoqi tarafidan yoki boshqa davlatlar tarafidan shu Rossiya Ukraina haqida nurg'un ko'zqarashlar o'tirib qo'yildi yoki fikrlar. Masalan deydi, Patiyaqani urush to'xtatish mumkin yoki tinchlik o'rnatilishi mumkin degandek. Ammo Rossiya taraf davomli ya bayonotni kim berdi ularga qaraganda ya bo'lmasa hozirgidek sukut turdi endi. Bu nimaninki bishorati? Bu Rossiyaninki diplomatik an'anasi shundaqmi? Yoki Rossiya sovuqqonlikdan kutib fursat kutyapti sizcha? Bence an'anadami bor bunda bir ahvol. Çünkü Rusya degan, bugünkü Rusya degan bir yer Moskva kenezliginden kuchlanib chiqqan. Yani bu Altın Ordu ya da Kıpçak devletininki yıkılgan devletinin üstüde bu kurulup çıkan bir devlet. Ondan kim 500 yıl boyunca topraklarını kengaytip geldi. Sovyetler vaktida en keng halığa geldi. Ondan evvel Çarlık Rusya mı keng topraktı. Misalga Sovyetler Birliği yımırılgandan keyin 15 devlet müstakil bulup kutulup çıktı. Putin bununla unmayvadıdı. Yani bular hemisi Rusya'nın yeri deydi. Misal Ukrayna Rusya'nın yeri. Şöyle Sovyetler yımırılgaçka bular bölünüp çıkıvagan, yani bunlar bölgünce. O yani men iliş lazım deydi. Bunun mantıkı bu. Ama G'arb tarafdan qaraydigan bo'lsam, bu mustaqil bo'lgan va xalqaro tuzum jihatdan, sistem jihatdan qabul qilingan Birleşken Devletler Teşkilatı'nda a'zo bo'lgan bir devletni, ya'ni egilik huquqi bo'lgan devletga hujum qilish, tajovuz qilish, ishg'ol qilish bu xalqaro qonunga xilof. Manda qaraydi. Hozir ikki tarafning ko'z qarashi o'xshamaydi. Maqsadma o'xshamaydi, ishlatgan uslubma o'xshamaydi. Bayansız degan hem soğukkanlık hem de tarih boyunca 500 yıllık bir tecrübesi var. Siyasi medeniyeti değil, siyasi kültürü. Yani ahvalga qarab turib, o taktiklerini, vasıtalarını özgertip durdu. Ama maksat ben degandek Ukrayna'nı il bilish. Hemini alamısamı 20 ilish. Degandek, onu maksat qilg'ashqa gap, söz, diplomasi gaplar yoki bayonnomalar
yoki kelishimlar yoki ko'rishishlar, bular hammasi vosita. Ya'ni asbob bular. Asbobni har zaman o'zgartgili bo'ldi. Shuninga Rossiyaning bir uslubi bu, ya'ni davomli o'zgardi. Shuningga deydi Rossiyaningki deganini emas, qilganiga qara deydigan. Balon bu hem de bizim bilimiz bu Rusya-Ukrayna uruşı başlagan itibaren Xitay taraf tırnak içinde batımı Rusya'nı çeksiz bir şekilde qo'llab kelyapti. Iqtisodiy jihatdan bo'lmasin, tijorat jihatdan bo'lmasin, bu harbiy qurol jihatdan bo'lmasin qo'llab kelayotganligini endi hammamiz bilamiz. Hatto o'tgan programmamizda o'tgandingiz, Xitoyga nisbatan Rossiya Ukraina urushi qancha ko'p davomlashsa, Xitoy uchunmi shunchalik foyda, chunki Xitoy mushu jarayonda o'zininki Rossiya Ukraina urushiniki qanday boshlandi, qanday bo'lyotdi, qaysi xil qurollarni ishlatyotdi, keyin Xitoyga bunday bevosita munosabat urush o'qib qolsa nimalardan o'rganish kerak degandek, bunda bir Ukraina amaliyotda Xitoyga nisbatan mushu urush bir tajriba qilgan bir tajribaxandek bir rol o'tyotdi. Hem bu fursatdan foydalanib bundaq chiqim qilmayla Xitoy taraf hozirgi urushniki mantiq haqida bir tajriba ega bo'lyotdi. Shundaqla Amerikaninki o'ziga bevosita bundaq nima qilishidan, nishonni qaratishdan saqlanib, vositalik bo'lsa-mu, o'zidan bir qaytadan texmi taraqqiy qilish uchun bundaq fursatga erishyotdi degandek bir analizni qilgan edingiz. Xitoy haqiqatan shu Rossiya Ukraina urushi qancha ko'p davomlashsa, Xitoyga nisbatan bir foydali ahvol shakllanmoqda. Şekillenir. Bu siz degan sebeplerden başka bu Rusya bilan Ukrayna veya NATO ya da Avrupa bilan bu sürtüşüp, urushib, so'kishayotgan vaqtida aslında Xitoyga bir zaman qozontirib berdi, vaqt qozontirib berdi. Bu nima vaqt deganda, Xitoy hozir texnologiyasini yuksaltish uchun tirishyapti. Hozirgi yuksak teknologiyaga ega bo'lish uchun yilga ehtiyoj bor, zamonga ehtiyoj bor, vaqtga ehtiyoj bor. Bu vaqtni shu Rossiyaning bu Ukraina bilan bo'lgan bu jidal bu vaqtni tebralaydi. Agarda bu jidallar hammasi tugsa hamda Amerika Xitoy yüz yüze bunda urushadigan, jidallashadigan ahvol paydo bo'ladi. Shuningga hozir bu mayli shu İsrail, İran, İsrail, Hamas, İsrail O'rta Sharq davlatlarininki masalasi bo'lsin, mayli shu Ukraina urushi bo'lsin, aslında Xitoyga shunday bir vaqt qozontirib beryapti. Bayağı siz degandek bir tecrübe kazandırıvadı. Çünkü Xitoyninki bir niyeti var, o Tayvan'a iliş. Tayvan'ın kolga iliş ile birlikte bu hazır Japonya'nınki idare aslında bo'lgan Senkaku yani Diaoyu'dan almak için. Yani şu xalqaro bir jang bo'lgan chaqda xalqaro vaziyat qanday qaraydi Xitoyga, Xitoyni tanqidlamdi ya da jim turib olamdi yoki gap qo'yib hech nima qilamamdi deganini o'rganmoqchi. Misolga 79da Xitoy Vyetnamga hujum qilib kirgan chaqda xalqarodan bismlar ko'p kelgachga Xitoy shunday ziyon tasimi biz nima maqsadimizga erishdik deb chiqib olgan edi, Vyetnamdan chiqib ketgan. Shuningga bu bir o'lchashmi muhimchi, xalqaro vaziyatdan o'lchash. Hamda bu vaziyatdan o'zininki sherik davlatlarning birligini kuchlantiradi. Yani qara Amerika ve G'arb, Yevropa shunday yomonlik qilyapti, dunyoning iqtisodini buzyapti, ishlab chiqarish zincirini, ta'minlash zincirini buzyapti, hammamizningki tijoriy va iqtisodga ziyon beryapti, hamda bu hammamizga shu gumruk tamoji bojlarni qo'yib vayron qilyapti. Shuningga biz birlikda bo'lish lozim deb, misolga bu 8 ayning 31, 9 ayning 1gacha shu Xitoyning Tianjinda Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'ini ichilmoqchi. Bu yerga 22 davlatning raisi kelmoqchi.
Ondan keyin nurg'un davlatlar qaytildi bunda. Misal Turkiya mi Cumhurreis qaytilmoqchi. Bunimi bunda yig'indimi mushundaq bir fursat abaqa degan zaman yaratib berishga, vaqt yaratib berishga bunda yig'inlarni qila oladi. Eng keng ko'lamdagi bir yig'in. Ya'ni Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan beri eng ko'rkamlik, eng keng doirada ichildigan bir yig'in hamdi. Shuningga Rossiya bu ishni davom qilgan bo'lsa, Xitoyga bundaq tarafdimi qazondirib bera oladi, ya'ni. Hozir men shuni tushundim ma'lum. Hozir Rossiya Ukraina urushida Ukrainaning yanında zaten Yevropa İttifakı var. Rusya'nın yanında Xitoy var. Emniyette şu iki taraf oturursa bivasıta uruş demişsek mi? Yani kimden kaçlık gücü var? Ne bilemeyiz. Yani da şu noktadan Yevropa İttifakı bunda qo'llash noktasında var. Yani Yevropa İttifakı Ukrayna bakrak qo'llayotamdi yoki Xitoy Rossiyani bakrak qo'llayotamdi? Ya buni bunda selishtirish mumkinmi? Haber degan sebepler şu Rusya'dan faydalanıvadıdı. Çünkü Rusya bunda bir payda Xitoyga mal satgan vaqtida azangi setishga majbur qilyapti. Xitoy mı bo'lishiga ilyapti. Azang bagashga. Bu mu bir payda? Bayağı degan paydalama var. Ama Xitoyninki oxirgi niyati yani Yevropa Birligi. Yani Xitoyninki nishoni Yevropa Birligi. Yani Avrupa Birliği bilan bir hamkorlik qila olgan taqdirda iqtisodiy, tijoriy, boshqa sohalarda. Ondan keyin Xitoy bu Yeni İpek Yolu stratejisini amallashtirib oladi. Onu amallashtirib olsa, ondan keyin Amerikaga taqobil tura oladi. Shuningga bu Xitoy o'tagan yerda jim o'tirib harakatliklarni kuzatish. Xitoyninki Yijin Guandong deydigan bir taktik var. Yani men pek avar bo'lib ketmay, sizlarninki harakatlarga u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab, u yoqqa bir azroq tekis qo'yib, bu yoqqa bir yeniq tortib qo'yib degandek, misolga Yevropa Birligiga biz tijoriy, iqtisodiy hamkorlikni kuchlantiraylik, o bu deb taklif qildi. Rossiya bo'lsa, Rossiyadan mal ilib, Rossiyaga mal sotadi. Misolga Rossiyaning ehtiyoji bo'lgan ba'zi insansız uçaklar var, o durumdaki aeroplanlarga parçalarını setip degandek aşna nim qildi. Yani bunun da payda ilyapti. Ama misalga Rusya qazinib kelsa, Ukrainani hammani qo'lga tushirib olsa, Rusya jangni ufitib olgan bir qahramon davlat bo'ladi, Putin qahramon bo'ladi. U vaqtida Rusya Xitoyning orasindagi munosabat bir teng tush bir munosabat bo'ladi. Agar da bu Ukrayna urushunda keyin Rusya acizlab ketsa, Rusya Xitoyga texmi muhtoj bo'ldi. Bunda bir ahvol bo'lib qolsa, Xitoy yana foyda oladi. Xitoy Tayjichuan o'ynayotdi. O g'arbliklar biz bilgan shaxmatni o'ynayotdi. Xitoy darhol berib shaxmat demaydi. Asta veyçi var o Xitoyninki. Kod deb qo'ydi g'arbliklar. Veyçi bilan seni veyli qilib, ya'ni ko'rsatib, muasirga ilib, bu asta qadam bo'lmoqchi. Shuningga tayji o'ynaydi-da, tayji usul. Ala shaxmat deb hemen natija olaman deydi. Yani bundaq deganda Xitoy o'tganda men dedik, yero ko'gan deydi, yumshoq bilan qattiqni yengish. Bu Daoizmninki felsefesi. Yani Xitoy hozir sen sizlar urushib, so'qishib qilaveringlar. Men o'tiribda foyda bo'lsa hemen alay, ziyon bo'lsa azroq to'lab turay. Ama eng oxirida men yengiman degan bir planda dek ko'rinyapti hamda menga. Şu Daoizmning asosan mantiq felsefasini dediniz. Bunu bir qisqa tushuntirib bermoqsangiz, yumshoq bilan qattiqni yengish. Buni ko'rurmanlar balki bilish kerak, bilish yaxshi deb o'ylayman. Chunki Xitoyning tushunish nuqtasidan bak muhim deb qarayman buni. Vaqt qisqa bo'lg'achqa men qisqa bir narsa anlatay. Bu Daoizmninki piri Laozi. Laozininki muallimi bor. Bu muallim o'ladigan vaqtida Laozi yeniga kelib jiq narsa o'rgatdin, o'lishdan avval menga eng oxir bir narsa o'rgatgan bo'lsan deb.
Şunun bilan o yetib qolgan ustoz og'zini ichib, tishlarim qoldimi desa, unda u qarab tishlari qolmabdi. Yo'q deydi. Onun için tilini mitirtip koyup, tilim bormikan desa, bor deydi. Şunun bilan ko'zini yumib, og'zini yumib, jim turibdi. Lauzi ash vaqtida hemen tushunyapti. Ya'ni bu jahonda qattiq narsalar bir-birisi bilan so'qishib qolgan chaqda oson sunib, uprab tugaydi. Ama yumshoq narsalar doim qoladi degandek. Ya'ni toshni suv sundiralaydi degandek. Bek uçluq narsalar asan sunudi, bek oq narsalar asan kirlanadi deb. Bu hammasi shu Laoz nimaniki, Daoistninki falsafalari. Ya'ni sen qattiq mush bilan ursang, men yumshoq, shilim, paxta, ashuna yumshoq narsa bilan seni qarshilayman. Senin kuchingning bir qismini men imbolaman. Tayjininki o'yininki falsafasi shu. Ya'ni qattiq kuchni imbilib, ondan keyin senga qaytirib berish. Bunun felsefesi bu. Bunu hem de siyasi diplomasiyle de Xitay işiltivatıdır deb o'ylayman. Şöyle siz deb o'tdingiz bu nimishqa muhim desangiz, shundayliqi. Bu davomli biz Xitoyni tushunishda shu burun Xitoyninki falsafalariga murojaat qilyapmiz. Men mushroq qilib savol so'rayapman, siz nima tushuntirib qilyapsiz. Chunki biz dedik o'tgan programma ishlagan vaqtimizda Xitoyni biz Uyg'urlar tushunamiz deymiz. Xitoy yegar deymiz. Vahshiy zalim deymiz. Onun keyinki 3, 4 bağlab to'xtab qolamiz endi. Mening ko'nglim shu. Balki cho'nqur bunda atrofda bilgan Uyg'urlarning soni bek azmi deb o'ylayman. Chunki uningga nurg'un tepak Xitoydagi ilmiy ko'rchi deb manda bir bog'liq etilgan şey. Lekin yeriki bundaq mantiq tamoman farqli. Uni demakchi. Malum en ahırda bir neçimiz qilib qapti. Bu yig'in bo'ldi. Zelenskiy, Trump va Yevropa liderlari o'rtasida. Sizningki tushuntirganlaringizni bu o'ttirda aniq mundaq bir natija yo'qdek ko'zi qoldi. Bu mushundaq bo'lishi deyli endi. Uch tarafning uch xil manfaatning bo'lishi ya vaziyatni murakkab bo'lishiga bog'lasak bo'ladimi? Bu Birinci Dünya Urushi başlagan vaqtida 6 oyda tugaydi deb necha yil davom qildi. Birinchi Dünya Urushi 6 oy 8 oyda tugaydi degandi. Oma necha yil bo'lib ketdi. Oma o Yevropada, G'arbda, Sharqdagi biraz uzun davom qildi. Shuningga bu jang boshlab ketgandan keyin qachon tugaydi deyish pek qiyin bo'ladi. Agarda eng boshda aniq bo'lsa, urib sepla ham ishni hal qilayotgan bo'lsa, uni tushunish oson. Ammo shundaq Ukrainaning oqsida NATO va Yevropa birligi bo'lib qolgandan keyin o Rusya hemenla apala toplala nima Ukraynani alamaydı ve bu uzun devam qilgandek turdu yani. Malum ahrik bir sualni oxiriga tutsak, Amerikaniki bu yergi pozitsiyasini murassalashtirish kuchtamdiq yoki men eng qudratli davlat, men cho'qim bu ishga aralashishim kerak deb tushunamdiq yoki Amerika dal mush fursatdan foydalanib Yevropa ittifoqini texnik bakroq o'ziga bundaq beqindi qildigan bir yo'llarni izlayotganmi? Amerikanınki tashqi siyosatininki felsefede ikki xil yo'l var. Yani 250 yıllık devletininki ikki xil yo'l var. Birisi izolasyon deydi. Yani özünün işine özü qarash, başka xalqning ishiga aralashmas, özü boy bo'lib, özü kuchli bo'lish. İkincisi internasyonal deydi. Xalqaradagi ishlarga aralashib turib, ittifoqdoshlarni yig'ib turib, uningdagi o'zini bunday yetakchi kuch qilib, qolgan kuchni yeniga olib turib, dunyoga ta'sir berish. Ma Trump'ninki tushunchasi yoki bularning jumhuriyatchilarning tushunchasi mushu izolasyon, ya'ni Amerika o'zini kuchlantirish eng to'g'ri yo'l. Fakat Amerika dunyoga yeyilib ketgan bir devlet. Yani menfaatleri, iqtisodiy, ticari her jihatdan menfaatlar dunyoga yeyilgan. Dunyodan qo'lini chekib, putini ilib, yani çekilip ketman diyemaydigan bir halda. Şununla hiçbir jangga aralashmayman dedi. Hani nurg'un jangga aralashib o'tdi. İran'ı urib baqdi.
Hazır bunun aralışıvatıdı, onun aralışıvatıdı. Onundan başka Trump mı şu Nobel tinchlik mukabetini aldı ben de 6-7 cidalini men hal kılıp ettim de deyişivatıdı. Şununla Trump mı aldıravatıdıymış iş tüyep geçse de. Hazırkı mütehassıslar deydi bu hem işler tüygenlik Amerika bütün küçü bile Xitay bile ilişmekçi depçi. Rast aşında mı o hazır biraz gumanlık görünüyordu demdi. Ezgürmede biz bugünkü programımızda Muşa ayınınki 18. günü Amerika'nın Aksaray'da Amerika Prezidenti Donald Trump, Ukrayna Prezidenti Zelenskiy şundaqla Avrupa'nın en küçük rehberleriniki birga kelib, Ukrayna Rusya urushini to'xtatish yoki qanday qilsak vaziyatni o'nglashay olamiz degan masalani chiqishga oldi anozini berishga tirishdik. Ma'lum sizga ko'p rahmat. Ben rahmet ettim.